Doim shu men Ablusnayda shoshinchda ishlayman, reanimatsiya bo'limida. Men har doim shu hamshiralarni yig'ib leksiya o'qigan paytim o'shanda klientlar chiqib qoladi-da. Shu kalsiy to'g'risida ma'lumot berib o'taman hammaga. Chunki organizmdagi eng kerakli elektrodlardan biri bu kalsiy. Kalsiy shu mushaklarda qisqarishni ta'minlaydi. Impuls o'tkazuvchanligini ta'minlaydi. Mushaklar qisqaruvchanligi. Endi kalsiy har bir sohani o'ziga nimasiga kerak. Ko'proq endi kalsiy bilan nima qiladigan ayollarda ko'proq shu gipokalsiyga uchraydi. Chunki menstruatsiya paytida ko'p qon ketadi, bir xillarda disfunksiyalarni qon ketishlar bo'ladi. Bundan gipokalsiyga sabab bo'ladi. Gipokalsiyadan keyin belda og'riq bo'ladi, osteoxondroz bo'ladi. Bu grijaga sabab bo'ladi. Kalsiy yetishmayligidan keyin soch to'kiladi, tishlarda har xil o'zgarishlar bo'ladi. Shularda mexanizmni o'qib berib tushuntirganimdan keyin o'sha hamshiralar olib boshladi-da. Endi biz o'zimiz bitta bosh hamshiramiz birinchi bir bachka oldi. Qolgandan keyin hamma og'riqlarim, qashqalarim o'tdi dedi-da, bir haftadan keyin yana bitta oldi. O'shum hozir u o'ziga endi nima qilib oldi? Har 6 oyda 3 bachka ichadi. 3 ta ya 2 ta. Undan keyin yana bitta hamshiramizni tovoni muzlaydi ekan, oyog'i muzlaydi, tizzada og'riq bor. Ko'p mendan maslahat so'raydi. Shunga kalsiy bilan xitazan deydi u. Shundan keyin dedi, unga xitazan ko'proq ta'sir qildi. O'sha xitazan ichgandan keyin og'riqlar qoldi. Hozir kalsiyni ham, xitazanni ham, choyni ham ichadi. Kecha tunov kuni unga endi o'zimcha detoks programmasini qilib berdim. Endi faqat aytmabman, och qorinjoq yegin deb. Ikkitasi ovqat deb qo'yibdi. Effekti yomon emas. Kim ichgan bo'lsa, hali hech kim shikoyat bildirgani yo'q.